Men Husinova Nilufar Urganch davlat universiteti talabasiman. Har kim bu dargohga kirsa, pok niyat bilan kirsin degan bitiklar Pahlavon Mahmud maqbarasining 14-asrga oid eshigida bitilgan. Pahlavon Mahmud o'z nomi bilan pahlavon bo'lgan. U nafaqat kuch-qudrat kurashchisi, balkim orif, faylasuf va shoir sifatida ham shuhrat qozongan. Pahlavon Mahmud maqbarasining kirish eshigi Xorazm o'ymakorlik san'atining durdonasi bo'lib, u 700 yillik tarixga ega. Bu eshik yog'ochdan o'yib ishlangan, ammo bezaklari fil suyagidan yasalgan nafis elementlari mavjud bo'lib, bu o'sha davr ustalarining beqiyos mahoratini namoyon etadi. Eshik ustasi Nodirxon Muhammad bo'lib, u 1701-1702 yillarda Shahniyozxon farmoni bilan eshikni yasagan. Eshikda Qur'on oyatlari, duo va hikmatli bitiklar o'yib yozilgan. Har bir naqsh, har bir harf xalq e'tiqodi, ustaning san'ati va zamonasining ruhini ifodalaydi. Naqshlar orasida Xorazmga xos turunch, madohil kabi guldor naqshlar ham bor. Ular hayot barakasi va poklik ramzi sifatida talqin etiladi. Bu eshik hali hanuz o'z holatini saqlab qolgan bo'lib, maqbaraga kirgan har bir kishi ajdodlarimiz ruhi bilan yuzlashadi. Pahlavon Mahmud nafaqat Xorazmning, balkim butun O'zbekistonning ham faxridir.